Yaqinlarim, assalomu alaykum. Sizlar uchun qaranglar qanaqa go'zal mahallani shundoq uglovoyga joylashgan 7 soti, ikkitalab darvozasi bor, 7 ta xonasi bor ekan. Eng kichkina xonasi 6 ga 6 ekan. Hozir bir chekkadan ko'rsatamiz. Bu qayerda ekan desanglar, Navoiy mahallasi, Sobir Rahimov ko'chasi 26-xonadon bo'ladi. Bir chekkadan ko'rsatamiz. Narxini ham kelishtirib, ko'targan narxiga berib yuboramiz deyilyapti. Bismillahirrohmanirrohim. Xonalarni bir ko'rasizlar, hozir bir chekkadan ko'rsatamiz. Qaranglar. Ikkitalab darvoza, bu yerda sanuzel xonalar, naveslar. Hovlini qaranglar, to'rtburchak. Bitta burchakka qo'yib yuborsanglar bo'ldi ekan. Zo'r. Gaz, svet, suv, maktab, hokimiyat, poliklinika 500 metrda ekan. Bir chekkadan ko'rsatamiz. Teylari podvol. 3 ta katta 7 ga 7 metrlik podvol bor. Mana bu yerda ikkitalab xonaligi bor ekan. Birinchi xonani ko'rsatamiz, kiring. Bunda bayta ko'rsatib yuboring 5 ga. Shundoq kirganda ikkita 6 ga 6 xona, birinchisini ko'rsatamiz, ikkinchisida odamlar bor ekan, kirmadik. Ikkita 6 ga 6 xona bu yerda. Yuringlar. Tegida 3 ta katta podvol, 6 ga 6 ular ham, 6 ga 7. Bu yerda oshxonasi. Bismillahirrohmanirrohim. Katta yo'li, mana turibdi, atapleniyalar hammasi ishlar ekan. Mana qaranglar. Choy ichadigan xona bo'ldi. Kelishtirib arzonga berib yuboraman deyilyapti. Narxi nech pul desam, odamlar aloqaga chiqsin, ko'targan narxiga berib yuboraman deyaptilar. Yuringlar. Bu joy qayerda desanglar, bu Chinoz shahrini sentrida. Navoiy mahallasi, qaranglar. Shundoq kiraverish hol. Zali 12 metrli zal, 12 metrga 6 hozir ko'rsataman. Hamma xonasi mana shunaqa. Katta qaranglar, 6 ga 6. Bu yerda yotoqxona 6 ga 6 pishgan g'ishlarda bo'lgan. Pollarning hammasi beton ustidan do'spa qilingan. Pul zaril, o'shanga arzon deyaptilar. Nech pul? Arzonga beraman. Telefon qilishsin, kelishamiz deyilyapti. 6 ga 6 yotoqxona. Yuringlar. Bu yerda hozir zal shunaqa katta ekan, endi ag'i-bag'i yo'q. Pashti yer hisobida berib yuboryaptilar. Shunda ko'rsatib yuboramiz. Qaranglar, 6 metrga jakirma. 6 metrga 12 metr ekan. Savdolashinglar, pastda egasining nomeri. Ahli Chinoz. Shaxsan sizga ham uylaringizni reklama qilib berish kerakmi? Chinozdan sizlarga ham uy joylar kerakmi? Tepada nomerlarimiz. Shu uylarimiz yoqqan bo'lsa, pastda egasining nomeri. Aloqaga chiqinglar, kelishtirib arzonga berib yuboradilar. Zo'r joy ekan. Betonkaga shu yerdan 3 kilometr. Bog'cha, maktab, hokimiyat, poliklinika, bolnitsasi shu yerdan 400-500 metr ekan. Sentrdamiz. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, jo'natib qo'yinglar Chilozliklarga. Shu atroflardan uy joy qidirayotganlarga. Toshkentga shu yerdan 45 kilometr ekan. Sog' bo'linglar, ketdik.